Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimizga qo'shna Luliye degan kichik bir kentda havo nihoyatda yaxshi, oltin kuz fasli, atrof boshqacha bir go'zallikka to'lgan. Bugun qo'limda dangliq yozuvchimiz marhum Zordun Sabirning Yozg'uchi bo'lmoq tas nomli maqolalar to'plami. İlgiri bu kitaptan sizlarga Yevropaga safar nomli sayohat xotirasini bir nechaga bo'lib o'qib bergandim. Bugun yo'qolmas kulki, unutilmas tabassum. Marhum ustoz Abdukerim Xo'jani aslab degan temadagi maqolani o'qib berman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, bizda donliq kishilarimizga doir mukammal tarjimahol biograflar nihoyatda kamchil. Shunga bu xildagi aslamalarni o'qigan vaqtimizda shu mashhur kishilarimiz haqidagi tonish, bilishlarimiz biroz cho'nqirlaydi deb o'ylayman. Bilislar, Abdukerim Xo'ja 1988-yil vafot bo'lgan. Zordun Sabir bo'lsa 10 yildan keyin yana 1998-yili olamdan o'tgan. Marhum adiblarimizning u dunyoligi jannatda nurlar ichida bo'lsin. Xo'sh. Yo'qolmas kulki, unutilmas tabassum. Marhum ustoz Abdukerim Xo'jani aslab. Lap qilib yondi gugut, o'ldi biroq, qoldi tun ilkida undan sham chiroq. Ki umrning lazzati, qimmati shu, bo'lmasa hojat nima yashash uzoq. Gugut 1980-yil. O'zining yiqimliq mijoz xulqi bilan boshqalarning qalbidan o'rin olgan odamlar dunyodan mangulik uzg'andan keyin ularning jismi vaqtning o'tishi bilan xiralashib bordi-da, oxiri kishilarning xotirasidan ko'tarilib ketdi. Lekin mijoz xulqi va fazilatidan qolgan belgilarchi ular o'lmaydi. Kishilar bilan billa yashayveradi. Har qitim ho'ylimizga sirtdan kirganimda sol tarafdagi binoning ikkinchi qavat derazalariga qarayman. Mening ko'zlarim ixtiyorsiz holda u derazlardan bir yiqimliq chiroyni izlaydi. Engimda derazaning ichilishi, bir yaqin odamimning deraza pardasini qayirib, qizg'in zo'q, illiq tabassum bilan "Hey unsur, nima akeldingiz?" deb chaqchaq qilishi suratlanadi. Men o'rnimda to'xtab derazaga talmuraman. Lekin deraza ochilmaydi. Men izlagan illiq chiroy ko'rinmaydi. Mening xotiramda har kuni kulka, tabassum yig'ib turgan mehrlik chiroy takrorlanadi. Mana bu marhum Abdukerim aka. Bu uning jismi emas, balki menga yaldami bo'lib qolgan fazilat belgisi. Mana 1 yil bo'ldi. Men har qitim shunday qilaman. Umidsizlanaman, ma'yuslanaman. Qadrdan ustoz Abdukerim akaning ayni shunday yo'qolmas tabassumi bilan o'z obrazini yodgor qoldirib, aramizdan ketib qolganiga mana 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri men har qitim deraza oldidan ma'yuslanib yonganimda Abdukerim aka haqidagi xotirlarni aslayman. Albatta, har qitim qisqa, ma'nili ko'rinishlar ko'z oldimdan o'tadi. Mana bu ko'rinishlar yig'ilib, mening oldimda bir buyuk obrazni o'z xalqiga, vataniga, adabiyotga, go'zallikka, hayotga butun vujudi bilan berilgan bir sodiq shoirning obrazini yaratmoqda. Men buningdan shunday xulosaga kelaman. Hayot chig'ida oddiy bilingan odamlar aramizdan ketgandan keyin o'zining buyukligini oshkorlaydi ekan. Albatta, odamlarni tushunish jarayonimi ilm-fan qonuniyatlarini o'zlashtirish jarayoniga o'xshash yuzalikdan murakkablikka, tezlikdan cho'nqirlikqa qarab yuzlanadi ekan. Mana bu yuzlanish bizga ba'zi oddiy odamlarni ulug' qilib tushuntiradi ekan. O'xshashlar
ba'zi nomi cho'ng, o'zi surlik mashhur odamlarni oddiy, hatto puchak odam qilib tushundiradi ekan. Vaqt odamlarning haqiqiy qiyofatini ana shundoq aniq ko'rsatadigan haqiqat ayniga ekan. Mening Abdukerim akani tushunishim shu qonuniyat bo'yicha bo'ldi. Tushungan sari u odam mening ingimda zo'rayib bordi. Go'yo u o'z she'rlaridami rasa zo'rayib kamal tepib-atqanida ko'z tekkandek tuyuqsiz ketib qolganiga o'xshash, mening Abdukerim aka haqida tushanchammi rasa cho'nqurlashib, uning obrazi mening ingimda kundan kunga zo'rayib-atqanda u tuyuqsiz ketib qoldi. Men uning bizga qoldirib ketgan 4 to'plam she'rlari, Qizil Ravoqdagi Chush, Liziching, Qizil qiya romanlarining va Libay Dufu she'rlarining tarjimasiga singdirgan o'lmas amgiki bilan nomini yodlab, afsus bilan shundoq deyman. Texi vaqti emas edi aka. Biz texi nurg'un ishlarda fikrlashyaptik. Zo'rdan sabr desa, cho'ng odammikin desam, bor ekansiz-ku, voy unsur. Men Abdukerim akani 1960-yili Lanjoda G'arbiy Shimol Millatlar institutida birinchi qitim ko'rganda, u mening o'ruq qo'llarimni siqib turib shundoq degan edi. U Abdukerim akaning mamlakatlik qahramonlar uchirish yig'iniga qatnashib qaytishi ekan. U chaqda Abdukerim aka Abnum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining mas'ullaridan biri, nomi mashhur odam edi. Men u odamning nomini bilatdim. U odam bilan qo'l ilishib, ko'rishib, maqtishiga erishish men uchun to'limi cho'ng baxt edi. U odam mening Tarim jurnaliga avatgan Ona yurt nomli tunji hikoyamni maqtadi. Hikoyam besildi-kanda, dedim hayajon bilan. Ba'zilar hikoyangizda mubolag'achilik bor desa, ba'zilar hikoyada Simyon Babayevskiyning Oltin yulduz kavalerining ta'siri cho'ng deyishyapti, dedi Abdukerim aka kulib. Mubolag'achilik borkan jumon. Sizning she'rlaringizga o'xshash yozilganda, sizmi bir harbaga besib qaytdim, bir bosh qo'noq, tog'ni tam qilib to'sib oldik, kunni shu kun deb yozdingiz-ku. U shundoq qo'zirlanib kuldiki, uning shu chaqdagi kulkisi mana hozir 20 necha yildan keyinmi mening quloqim tubida turmoqda. U mo'ramga qo'lini qo'ydi. Hey ukam, ashundoq inqilobiy romantizm bilan qahramon bo'lib, Beyjingga qahramonlar uchirish yig'iniga bordim. Ammo ukam, sizlar realizmni ko'proq o'rganinglar. Hargizmi bizdek qahramon bo'lishga qiziqmanglar. Hikoyam besilmadi. Mening ruhim tushdi. Lekin men realizm ustida rostdanla ko'p izlanadigan bo'ldim. Chunki bu gap shu chaqda men tunji qitim qo'l elishib ko'rishgan mashhur odamning menga bergan tunji sovg'asi edi. 1961-yili, ya'ni men u chaqda G'arbiy Shimol Millatlar instituti til fakultetida o'qituvchi edim. Til praktikasi bilan G'ulji noyisiga berib, Turpan yuzida atoqliq adib tilchilarimizdan Teyibjon Eliyov, Mahmud Zayidi akalar bilan tanishdim. Bu odamlar nomi mashhur bo'lgani bilan to'limi kichik be'il, yiqishli odamlar ekan. Men bu odamlar bilan birdam bo'lsimi ham suhbat bo'lishni hayotimdagi unutilg'isiz cho'ng ish hisoblaydim. Teyibjon akaning, Mahmud Zayidi akaning mo'l bilim, ilmiy qarashlarini ifoda qilguvchi dokladlarini ana shu chaqda anglagan edim.
Ular mening qalbimdan ustozlik hurmati bilan o'rin olgan edi. Mana shu chaqda men Abdukerim akaning G'uljiga kelganligini anglab, Ili rayonluq partkom qorosiga u kishini izlab bordim. Abdukerim aka bir qancha Xanzu yo'ldosh bilan so'zlashayotgan ekan. Meni ko'ribla to'nadi va ikkinchi qitim qo'llarimni ching siqib, meni hamrohlariga Xanzu tilida tanishtirdi. Zordin Sabir, G'arbiy Shimol Millatlar institutining til adabiyot o'qituvchisi. Bu yigitda umid cho'ng. Men xijillikda tura olmay qoldim. Men Atsi G'ul shahrining Soybo'yi mahallasidagi bir to'mirchi tonishimizning oilasida ustozlarni mehmon qilish uchun to'limi taslikda guruch, may va bir botulka ilidachi tayyorladim. Teyipjon aka, Abdukerim aka, Pattarjon, bir qancha kishilar mening taklifimni xo'shallik bilan qabul qilib, men dasturxon tayyorlagan heliqi oddiy ishchi uyiga qadam tashrif qilishdi. U kunki ko'ngilsizlik hozirgacha ko'nglimning bir burjiga turibdi. Men mehmonlarni boshlab kelguncha aroqni bir og'inam do'stlarga qo'yib etibdi. Tamoqning to'lisi tugab, har bir kishiga yerim sirkaydan gongpan qopdi. Chipirladim. Na go'sh, na non tepilmadi. Men yerga kirgudak bo'ldim. Lekin Teyipjon, Abdukerim akalar yerim piyola gongpangimi xuddi mal so'ygandek rozimanlik bildirib, chaqchaq kulkilari bilan mening xijolatchiligimni tezlik yo'qitib etdi. Abdukerim aka parangni darhol adabiyotga yo'tkadi. Men kitoblardagi odamlar bilanla apilishib, hayot odamlar bilan ancha aralashmagan kitob xolisi bo'lganligim uchun odamlarni tayyor formula bilan o'lchashga odatlangan edim. Shu kuni bizning adabiyot sepimizdagi ko'zga ko'ringan shoirlarimiz bilan suhbatlashib, Teyipjon akaning Turponga amgak bilan o'zgarishga tushib, odamlarni tushunish, hayotni tushunishda hosil qilgan ta'sirotlarini, Abdukerim akaning adabiyotimiz taraqqiyoti to'g'risidagi farazlarini anglab, amaliyotga hurmat qilish, atrofimizdagi muhitning talabi bo'yicha fikr qilishning zarurligini his qildim. Men shu chaqdala bizning atoqli shoirlarimizning nima uchun o'z fikrlarini dadil ifoda qila olmaganligi, nima uchun o'zlari xohlamagan temalardimi madhiya she'rlari yozishga majbur bo'lganliklarini dastlabki qadamda tushundim. Men shuni his qildimki, mamlakatimizda shu chaqda yolg'iz moddiy yemakliklar qahatchiligi ig'ir bo'libla qolmasdan, ma'naviy ozuq qahatchiligimi ig'ir ekan. Abdukerim aka bu xil reallikni o'zining qo'sh bisliq she'riy hissiyotga boy, ammo oddiy o'qitishlari bilan ifodalashga usta edi. U hamon qiyin, ig'ir mushkulotlarni yumor, kulki tabassum bilan ifoda qila oladi. Yillar bizning beshimizga ig'ir mushkulotlarni keltirdi. Bu mushkulotning ig'irlari yozg'uchi shoirlarimizning beshiga tushdi. Men 1966-yili Gezanda bo'lib yurganimdala, sevimli shoirlarimizning nomlarini Xinjiang gezitiga besilgan Jangivar maqolasining sahifasida qattiq ayblangan, qorlangan, javobga tortilganlarning qatorida ko'rdim. Shu chaqda mening ko'z oldimdan Zunun Qodiri akaning oppoq chosh, qizil yuzlik chiroyi, Teyipjon akaning tiziga yamoq tushgan ko'k xodani ishdan haykiyib, biz bilan Turpon yuzdan jilbi yuziga piyoda ketib etib, balbig'imni yudirib, yip tananga yoydirib, anangning haqqi bormi, meni muncha qaydirib deb varqirab naqsh etishlari. Abdukerim akaning Teyipjon akani mavu adash deb turib, chaqchaq qilib kulishlari birma-bir o'tdi. Mutallib Teyipjon Xo'jayevlarning qarlang'ini bizning adabiyotimizning qarlang'ini. Adabiyotimiz tugidi. Adabiyotsiz hayot eng lazzatsiz hayot. Mana bu mening Gezanda hamrohlarimga shu chaqda qaynab turib aytgan so'zim. Keyin men bu so'zimni Xo'jayev
aka bilan billa bo'lganda aytib edim, Xo'jayev aka kulib chaqchaq qildi. Men maqtab qahramon bo'lgan, siz tillab qahramon bo'lay debsiz-da, degan edi. Men navada o't yurak adiblarimiz bilan tonuşup, hem söhbet bolmagan bolsam, belki adabiyatqa hozirqadek ishiq muhabbat bağlamagan. Yazgıcı bolmasdan, belki o'qituvchilik bilan ömrüm o'tgan bo'lar edi. Adabiyatni söyüş, adabiyatımız üçün özümni beg'ishlash ruhi manga Teyipcan Xo'jayev akalardan singan. Ularning xo'shalliqimi, xofiliqimi, eng qiziq paranglarimi adabiyat bilan bog'langan edi. Men 1972-yildan keyin Ili geziti, Şinjan gezitida e'lon qilingan bir qancha hikoyalarim, yezilib-atgan Avral shamollari romanim orqali jamoat ichida az-to'la nam shuhratga ega bo'lib qoldim. Mana shu chaqda Abdukerim aka tuyuqsizla G'ulji shahrida paydo bo'lib qoldi. Men xo'shal bo'lib mehmonxonaga yo'qlab bordim. Xo'jayev aka meni yo'ldosh Wang Yuyxu, yo'ldosh Chinsunlarga talantliq yosh yozg'uchi deb tanishtirdi. 3-qitim qo'llarimni ching siqib, qerindishidek ching quchoqlab, Şinjan gezitidan tog' kayniga o'tkicha degan hikoyasini o'qidim. Bu yerga kelibla Ili gezitidan bir necha hikoyasini o'qidim. Bizning umidlik yoshlarimizning biri bilimimi yaxshi. Men xijil bo'lib, uning gapini chaqchaqqa aylantirdim. Yana romantizmga qaytibsiz-da aka. G'arbiga liq keladigan bir bosh qo'noqqa o'xshab qolmay yana. U qaqaqlab kuldi va ko'z yoshlarini qo'lining kayni bilan surtib, "Yo'q, endi reallikka qaytimiz. U chaqda rost qo'noqqa shot qo'ygan edik. Endi barangda qapoq qo'yimiz." Bu gaplar Xanzu tilida qilinganligi uchun yo'ldosh Wang Yuyxu bilan Chinsunlarmi huzurlanib kulishdi. O'z natijalarini boshqalar huzurlanib maqtaganda rohatlanmaydigan odam kam bo'ladi. Meni xo'shal qilgani Abdukerim akaning maqtashlari, texmo xo'shal qilgani uning meni kuzatganligi, menga umid bog'laganligi va meni rag'batlantirgani bo'ldi. Bizda hozirmi o'z fikrlaridan xo'shallanadigan, ularning natijalari bilan huzurlanadigan oq ko'ngil, qizg'in odamlar ko'p. Lekin boshqalarning bo'libmi o'zidan kichiklarning emgak mevalarini ko'rsa bearam bo'ladigan, g'azablanadigan, hatto ularning o'risini qo'laydigan ataqliq odamlarmi oz emas. Men bu pishqadamlarimizga Abdukerim akaning bunu so'zini taqdim qilaman. Yoshlarga bo'lgan hurmat adabiyotimizning kelgusiga bo'lgan hurmat. Ularning natijalari bilan xo'shal bo'lish, adabiyotimizning natijalari bilan xo'shal bo'lish deganlik. Bugun oqsham bizninkiga o'ltirishga taklif qilib keldim. Hali qichog'da yegan gompanning haraqini bugun ichimizmi? Bu mu yaxshi ish. 12 yildan keyin tam yaxshi bo'ladi. O ana shundoq o'tgan ishlarni unutmaydi. Kulki chaqchaq bilan kishiga madad, g'ayrat, tasalli berishga mahir edi. O kuni men uyimda Teyipcan aka, Xo'jayev aka, Husaynjon Jami aka qatorliqlar bilan billa naqshi usul, chaqchaq kulkidan hozirlanganini ko'rib, ichimdan xo'shal bo'lgan edim. Yillar u kuni nima yeb, nima ishkanligimizni unutildirib etdi. Lekin adabiyot san'at sohasidagi bu suyumlik odamlarimizning jam bo'lganligi, billa xo'shal bo'lib, billa kulishganliklarini yillar hech qancha unutildira olmaydi. Shundaqla hech qandaq bir kun, hech qandaq bir usul bilan u kunki ko'ngillik so'rinda takrorlay olmaydi.
1975-yili men Şinjan Xalq Nashriyati uyushtirgan Avral Shamallari romani haqidagi fikrlashish, muhokama qilish yig'iniga qatnashish uchun Urumchiga keldim. U chaqda adabiyotning yo'li tor, yuki ig'ir, istiqboli qorong'u edi. To'rt kishilik guruhning ishni gavdalantirish, sinf yukurashni tutqi qilish deydigan ramkalari hukmronlik o'rinda edi. Yozuvchining o'z talanti va o'z ko'z qarashini erkin ifoda qilishga imkon yo'q edi. Mana shundaq vaqtda biz 20 dak adib va rahbarlar mehmonxonaga to'planib, romanni bab o'qib, o'z oldimizga fikr va loyiha tayyorladik. Men boshqalarning fikrlarini anglab, ko'pincha terikib, sakrab ketatdim. Bundaq chaqlarda Abdukerim aka meni uyiga boshlab opirib, Go'hariya apayning qo'rg'an qo'rimisi bilan g'izolang'ash nasihat qiladi. Saqalingiz oqargan bilan bolakansiz ukam, deydi u kulib turib. Ishni gavdlantirmabdi desa, haras demamsiz. Qalam o'zingizning qo'lida bo'lgandan keyin o'zingiz bilgancha yozavermamsiz. Lekin fursat g'animat. Kelgusida ko'ngildagidek asar yozadigan sharoit cho'qim bo'ladi. Ko'pchilik ashundaq fikr bermay, qandaq fikr bera olaydi. Qobiliyatlik bo'lganingiz bilan salmoq emaskansiz jumi. Men uning tanqidlarini to'liq xo'shallik bilan anglaydim. U odam mening nazarimda o'zim bilan fikrdosh, meni nihoyatda qo'llaydigan, asraydigan ustoz edi. Keyingi amaliyot mening bu qarshimning xato bo'lmaganligini isbotladi. Men nurg'un odamlar bilan nurg'un ishlarda, fikr va ko'z qarashda talash tartish qilishdim. Lekin hamma masalalarda, bo'libmi cho'ng masalalarda Abdukerim aka bilan eng oxirigacha bir xil qarashda bo'lib keldim. Bu mening u kishi bilan yaqin bo'lganligim yoki u kishiga qarag'ularcha cho'qinganligimdan emas, balki hayot, go'zallik, inson to'g'risidagi ko'z qarashlarda bir xil xulosaga ega bo'lganligimizda. Bir necha ko'ngli tartgan do'stlar jam bo'lib, oddiy so'rin tuzib, paranglashish to'limi ko'ngillik faoliyat. Bu faoliyat san'atning hech qanday turiga kirmagani bilan kishiga estetik zo'q, ma'naviy ozuq berishda san'atning har qanday shaklidan qilishmaydi. Reallik, istiqbol to'g'risida so'zlashish, hayot to'g'risidagi qarashlarni o'zining yoki boshqalarning she'rlari, aqliya so'zlari bilan ifodalash va isbotlash, mo'rt kelsa chaqchaqlashish, naqsh etishish. Bu so'rindan oladigan lazzatimizning qimmatini hech qanday o'xshatish bilan ifodalay olmayman. Shundaqla bu xil ko'ngillik so'rinni hech kim hech qanday yo'l bilan tashkil olmaydi. Men Abdukerim aka bilan mushundaq so'rinlarda ko'p billa bo'ldim. Bu chaqda men Urumchida asar o'zgartish bilan turib atdim. Xo'jayev aka Qizil ravaqtga tushishning tarjima guruhisida edi. Biz Xo'jayev, Abdushukur Turdi qatorliq bir nechimiz nurg'un qitim shundaq so'rinlarda billa bo'lib, billa lazzat ilishgan edik. Xo'jayev aka o'zining fikri, cho'nqur ruboilari bilan qisqa she'rlarini zo'qlanib o'qisa, og'ziga tegmay bu she'rlarni hammamiz maqtab ketdik. Mana shundaq so'rinlarda men Abdukerim akaning she'r, hayot, inson to'g'risidagi ajoyib fikrlarini anglaydim. U Dufu, Libay, Bayjuyi she'rlarini, Ayching, Vinji she'rlarini pishiq biladi. Qizil ravaqtga tushdiki she'rlarning tarjimasi to'g'risida shunchalik zo'qlanib so'zlaydiki, faqat uningdan lazzatlanadigan odamlarla ana shundaq so'zlay oladi.
U Xanzu tilidimi, Uyg'ur tilidimi she'r yoza oladigan shoir bo'lg'ashqa, o'z she'rlarida klassik Xanzu she'rlaridagi fikrning cho'nqur va yoshirinligi, Uyg'ur klassik she'rlaridagi hissiyot bilan tilning moslashishi jihatdagi alayliklardan to'liq foydalana oladi. U o'zining nurg'un she'rlarini matbaada e'lon qilishdan burun bizga o'qib beradi. Fikr inkoslarimizni anglaydi. Hayatının ahirgi kunlarida yozgan Azrail bilan suhbat, ikki haykalning suhbati, mashina odam qatorliq zo'r ijtimoiy masalalar to'g'risida yozilgan she'rlarni zo'q bilan o'qiganda men avtor bilan billa hayajonlangandim. Şinjanға ilim pənning bahari yetib kelgan kunlarda u Beyjingga yetkilib ketgan. Men uning to'tkishlik guruhqa, chekidan oshgan solchillikqa bo'lgan g'azab nafratini ifodalaguchi yolqinliq, go'zal fikrlik she'rlarni doim gazet jurnallardan izlab tepib, lazzatlanib o'qidim. Bir qitim Beyjingda bir cho'ng so'rinda uning Tomuzga namliq she'ri Xanzu tilida o'qilganda butun zalda chavak qiyqas cho'qan ko'tarilganligi helim esimda. İdeya azadlığı, ijodiyat erkinligi uchun eng qattiq chavak chalgan, eng kuchli qo'shal bo'lganlarning biri Abdikerim aka desam, xatolashmagan bo'laman. U bu baharni mundaq misralar bilan ifodalagan edi. Ketdi tunmu, keldi tong sahib jamal, qo'yniga tongning kirib ketdi xo'shal. Birinci qitimliq mamlakatlik asonliq millatlar ijodiyat yig'inida, 4-chi qitimliq Jungo yozuvchilar jamiyati vakillar qurultayida, asonliq millatlar adabiy asarlar mukofot yig'inida biz Abdikerim aka bilan billa bo'ldik. U o'zining nutq, she'r va suhbatlarida doim o'ziga xos bo'lgan jur'at, dodillik, muhabbat, qizg'inlik va kelgusiga bo'lgan to'lib toshgan ishonchisi bilan olqish, hurmatga ega bo'lib turadi. Bir qitim men u yozgan "Endi bas, mangmaydi ish o'ng so'liga. Kuch aql o'tdi ilm pan qo'liga. Atimiz xazina bilan to'lg'ay chuqum, tushdi tarix charximu o'z yo'liga." degan misralardagi fikrlarni maqtab edim. Abdikerim aka kulib qo'yib, "Endi bas, mangmaydi ish o'ng so'liga" degan hukmni aldirab deb qo'yibdi men ukam. Qishning to'nglari texi tasti erib bo'ladi ekan. Nemishqa demamsiz? To'ngni xohlaydigan odamlar to'likan emasmi? dedi. Uning bu so'zlari 3-chi umum yig'indan keyinmi adabiyot san'at sepida sol Lushanning texi mavjud bo'lib turayotganligi, bu mavjudiyat adabiyotning taraqqiyotiga to'sqin bo'layotganligiga qartilgan edi. U o'zining suhbat nutqlarida sol xohishiga bo'lgan g'azabini yumurliq o'xshatish, cho'nqur ma'nli kinoyi bilan ifodalaydi. U biz yanami cho'ng to'saqlardan o'tadigan o'xshaymiz. Men Azroilni yengan odamman. To'salg'ulardan zodi qo'rqmayman. Keyingi yillarda biz bir qoroda turdik. Yaz oylari o'ylimiz gullarning puriqi, balalarning vangchungi, chaqchaq kulkilari bilan to'limi ko'ngillik bo'lib ketadi. Abdikerim aka patpatla qo'ltiqiga chiroyli shaxmat taxtasini qistirib, tabassum bilan uydan chiqib keladi-da, menga "Hey, unsur, tanabingizni bir tartib qo'yaymi?" deydi. Shaxmat o'ynag'ash, paranglashish to'liqmi ko'ngillik edi. Bizning parangimiz yanala adabiyot, vaziyat to'g'risida bo'ladi. Bu mezgilda Abdikerim aka o'zining bütün diqqatini zo'r ijtimoiy, siyosiy masalalarga, bo'libmi biz osonliq millatlarning adabiyotini gullantirishga beg'ishlagan edi. U Suriya, Misrlarni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin bir kuni shaxmat maydonida
Ukam, biz yanımı kengrek imkoniyat yaratish uchun tirishsaq bo'lg'adak. O'tmishga qaraganda gullandik, ijodiyat erkinligiga ega bo'ldik. Lekin dunyoga nisbatan biz yanada bekinma, nodon, qalaq holat ekanmiz. Bizda ramkalar ko'p ekan, bizga besimmi cho'ng ekan deganligi yodimda. U o'zidan qanoatlanmaydi. Shundaqla bizning adabiyot san'at vaziyatimizdan qanoatlanmaydi. Men xanzuchi jurnallarni ko'proq o'qiyman va sizni ularga selishtiraman. Deydi u menga qattiq talab qo'yib. Sizda fikrda cho'nqirlay olmaslik, qo'rqinch bor. Yozuvchi shoirlar inson ruhining injeneri. Ular reallikning ham ko'ychisi, ham pash qilg'uchi, ayblig'ichisi. Bizda hozir adabiyotni tushunmaslik, adabiyotni qo'llamaslik, hatto yomon ko'rish xohishimi bor. Bu ko'nidan qolgan, tarixdan qolgan feodalizm kesili. Bu kasalga qarshi turmasak, qandaqmi o'zimizni adib hisoblay olamiz? Menga Abdukerim aka bilan suhbatlashish bir xil ma'naviy ilhom, kuch-quvvat bag'ishlaydi. Men Abdukerim akaga Lushinning qabra nomli zavonlar to'plamidagi angliyalik Karlelining mono so'zlarini o'qib berdim. Hayotlik uchun jasorat bilan o'z ko'nglidagi o'ylarini aniq va bemalol kuylab berish har bir xalqning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Nasıl qisqartib bitay. Men Abdukerim aka bilan yeziqchilik uyida uzoqdan uzoq billa o'tiratdim. Abdukerim aka to'qima o'rindiqiga cho'kib o'ltirib, zo'r masalalar ustidagi qarashlarini, istiqbol to'g'risidagi farazlarini menga so'zlab beradi. U Şinjangda 3-chi umumiy yig'indan keyinmi yaxshi hal bo'lmagan masalalar to'g'risida so'zliganda men cho'qim munosabatlik rahbarlar bilan so'zlashiman deydi. Lekin uningga bu ish nasib bo'lmadi. U ikki haykalning suhbati to'g'risidagi ba'zi nohaq hujumlardan g'azablanib, haqiqatan hamon g'olib, quruq yolg'on madiyaga o'ginib qolgan odamlar ochiq ta'nilik tanqidni yomon ko'radi. Lekin doğruning ochiqini deb uni yemagan odam ziyonni o'zi tortadi deydi. O adabiyotdagi sol xohishlarning har xil, har turdagi ifodalarini ko'rsatib berishda dodil edi. U adabiyotning milliylik o'lchami to'g'risida ko'p fikr yurgizadi. O sotsializm bosqichida har qaysi millatlarning til, madaniyat va psixologiya jihatdagi xosligini eng yuksak darajada rivojlantirish kerak. Hergizmi bu xoslikni oldirab tenab amaldan qoldirib bir tilda yozilgan adabiyot deganlarni yo'lga qo'ymaslikni talab qiladi. U bu talabini birinchi qitimliq Jungo asalliq millatlar ijodiyat yig'inida o'tirg'a qo'yganda ko'pchilikning olqishiga ega bo'lgan. Men burun o'z ona tilimda asar yoza olmaydim. Xanzu tilida yozatdim. Lekin men Uyg'ur adabiyotiga mansub ekanman. Uyg'urcha yozishim kerak. Men shu tonishqa kelgandan keyin Uyg'urcha yozishni qadam-qadam mashq qilib, hozirgi saviyaga ega bo'la oldim degan edi u. Abdukerim aka hayotining oxirida millatimizning milliy saposi, axloq masalalari ustida o'ylanishga boshlagan. U kadrlardagi, bo'libmi rahbariy kadrlardagi har xil nachar narsalardan ko'p jirginatdi. U o'ziga qattiq talab qo'yadi. O'zimni naqshchi deb keldim, naqsham kimlarning qalbiga yoqqandir chiroq. Her misra tegini oqtirib ko'rsam, to'shqidan ko'proq turadi so'roq. Bu so'roq tabiiyki shoirning obyektiv shaylar ustidagi fikr va noroziliklari edi. Men uning tövandagi she'rini ochiq ta'na degandan ko'ra qattiq norozilik
deb qarayman. Adamning o'zgini to'nishi oson, va lekin o'zini to'nimiqi qiyin. Sababi shundaqmi ko'zlar bor iki, kir izlab o'gangan kirsiz tirnoqdan o'ziga kelganda ko'rmaydi ko'zi, jiringni yalab yursimi chivin. Ba'zilar to'niydi o'zini baldur, ba'zilar ta qerib o'lgandan keyin. Bizning nurg'un odamlarimiz bor. Ular o'z ayiblarini ko'rishni zodila xolamaydi. Aksicha o'z ayiblarini ko'z-ko'z qilib, boshqalarning o'zidek bo'lishini talab qiladi. Ular o'zlaridagi bu ayiblarning bir millatning milliy safosi uchun cho'ng ziyon keltirishini o'ylabmi qo'ymaydi. Abdukerim aka do'stlar ara inoqlikni, o'zaro hurmat asrashning muhimligini doim ta'kidlaydi. Bu ko'z qarashini ba'zida nasihat, ba'zida tanqid, ko'proq chaqchaq bilan ifodalaydi. Men birlaridan ranjib hal etsam, Abdukerim aka kulib qo'yib. Boshqalarni til, kuch bilan yengiman deyish ahmoqlik. Asringiz bilan yenging ukam. Düşmanlaringizning kuchli bo'lgani yaxshi. Shular bilan qirishib, yaxshi asarlarni yozib etasiz. Deydi. U boshqalarning qilgan ozgina yaxshiligini ömür bo'yi unutmaydi. 1981-yili Osmonjon Saud, Jaqib Mirzaqan uchimiz Beijingda o'qiyotganda bir kuni millatlar saroyi zaliga ziyofatga kirdik. Ziyofatdan biz go'sht va boshqa taomlarni elib, Şinjan ish boshqarish saroyiga kelib, Teyipcan aka bilan Abdukerim akani yo'qladik. Ular Şinjandan yengili kelib, texi tamoqmi yemagan ekan. Bizning ziyofatimizga ular to'limi xo'shal bo'lib ketdi. Bu bir kichikkina ish, lekin Abdukerim aka bu ish uchun meni nurg'un o'rinda maqtadi. Bizning kelganimizni anglab, hukumatning ziyofati gelidan o'tmasdan bizga elib kelibdi. Mushundaq oqko'ngil sahroliq bu. G'amxo'rlikni to'g'ri tushunish bir odamning fazilatiga munosabatlik ish. Ba'zilar sening yaxshi niyat bilan qilgan yaxshiligingni xushomat, qilishga tegishli burchi deb to'naydi emasmi? Shamol ko'tarilib turadi. Aeroplan. Xo'sh, davomlashtiraylik. Tugayda pichkibat qapti. Men bir kuni Abdukerim akaga ma'lum bir kishining mansab uchun u yoq bu yoqqa qatirganligini aytib berdim. Abdukerim aka kulib ketib, o'zidagi ayiblarni tugutish uchun u yoqqa bu yoqqa chapgan bo'lsa, yaxshi bo'pti ekan. Yozg'uchi, shoir bo'lib, xalqning qalbidan o'rin ilishdanmi ortiq mansab bormi? Men bir yaxshi asarni bir xon tojiga bermayman, dedi va menga o'zining Toj va Bosh nomli bir kuplet she'rni o'qib berdi. Chot va yo ketmanni saplash tas emas, ketudu nihoyat anga irg'ayla bas. Toj va yo kula tikish hech gap emas, anga loyiq bosh tepish tas, bakmu tas. Mening asarlarimni tafsili o'qib, xo'shal bo'ladigan, fikr beradigan yaqinlarimizdan birimi Abdukerim aka edi. Boş kelma turpalliq degan hikoyangizni ba'zilar ayblamoqda. Men 2 qitim o'qib chiqdim. Ba'zi kelangsiz yerlari bor ekan, lekin hikoyada qo'yilgan masaladan hozirlandim. To'pliq yo'l sizning realizm metodini yaxshi o'rganayotganligingizni tushuntiradi. Rozak
Bəz tirik adam. Gülayşəmmi bir tip. Yaxşı Ukam. Aldığınızda yaxşı gepingizni qilishqa yüzüm chidamaydi. Sizdan kutgan ümidim bekorga ketmadi. Tarim kayniga oqmaydi ne. Doktorxonada o'qib chiqdim. She'riy fikr bor ekan. She'rlarda fikr yoshirun bo'lsa, o'quvchini fikr qilishga majbur qilsa yaxshi bo'ladi. Hikoyadami shundoq bo'lishi kerak. Mushu hikoyangiz kishini o'ylantiradi. Qalam pishqan seri avtorning asarlarining tartish kuchi kuchayadi. Siz pishivatsiz Ukam. Oxiri qandaq bo'larsizki, bizdan keyin yana nimalar bo'lar? Sizlarni himoya qilg'uvchilar qarilg'uvchilardan kuchli kelsa yaxshi bo'ladi. O'z xalqiga, adabiyotga, go'zallikka, hayotga muhabbat bog'lagan odamlarla o'z zamondoshlarining muvaffaqiyatlari bilan o'zini baxtli hisoblaydi. Abdikerim aka yalğız mening asarlarim bilan emas, boshqalarning asarlari bilanmi shunda xo'shal bo'la oladi. U bir qitim Gunga she'rlarini Xanzuchiga tarjima qilib, obzor yezib, tonishtirmoqchi bo'lganligini aytgan, lekin rahmati bu ishga ulgura olmadi. Shum ajal uning beshiga soy tashlab, bahorga amroq qalbini o'z ko'langisi bilan xiralashtirib yurgan chaqlardimi, u doim kulki tabassum bilan kunlarni kutib oladi, uzitadi. U o'z navrlarini shundoq illiq muhabbat bilan erkiltatdi. Faqat hayotning qadriga yetadigan, hayotni so'yadigan sap yurak egallarla bolalarning qiliqlaridan ana shundoq huzur ola oladi. Shoirning bahor optibidek jonga aram mehridan mening o'g'illarimmi bahramon bo'ladi. Nusrat ismli kichik o'g'lim oqshimi asnab yetib, "Dada, Gülmiraning cho'ng dadisi sening odishingmi? Meni ko'rsila so'yib qo'ydi-ku amisa?" deb so'raydi. Men bu so'roqdan to'pidan yengila bosh ko'tarib chiqqan yumron maysining bahor optibiga bo'lgan mehrini his qilaman. Faqat haqiqiy shoirlarla ana shundoq kishi qalbidan o'rin ola oladi. Men oxirgi qitim Abdikerim akani doktorxonaga yo'qlab borganimda kesili ig'irlashib, ovozi putib, o'zi to'limi juda qaradab ketgan ekan. U meni ko'rib, "Hozirda sizni o'ylab yotgan edim. Ko'zim kichkina yumilib edi, tush ko'ribdiman. Teyibchan uchimiz mehmonga beribdimiz." Ukam, siz bilan billa izdishib, mungdushib, kulishib yurgunimizga ozg'ini kam 30 yil bo'lay debdi. Siz notadan daraxtga aylandingiz. Biz mana yiqildik. Siz mening inim, sizningmi inalaringiz, singillaringiz bor. Ularga soyivan bo'ling. Biz bir-birimizga gugut, shoti bo'la olaymiz. Hayotning qimmati mana shu yerda. Mehribon qeyrindosh, g'amxo'rchi ustozning bu oxirgi so'zlari mening mangu yodimda turg'isi. Har qitim hoyliga kirganda heliqi to'nish derazaga qarayman. U yerda illiq kulimsirab turadigan bir chiroyning paydo bo'lishini orzu qilaman. Lekin u amdi yo'q. U biz bilan mangulikka xo'shlashib, xalqi orasiga ketgan. O'ylimizda bahorda yana gullar echiladi. Illiq havoda bolalar cho'riqlashadi. Lekin ularning qiliqlaridan huzurlanadigan bir kishi kam. U bizga mehri bilan kulka tabassumini yodgor qoldirib, biz bilan mangulikka xo'shlashgan o'lmas shoir Abdikerim Xo'ja aka. Xo'shallik uchun tug'ilgan, xo'shallik uchun yashagan shoirning kulkisi o'lmaydi, tabassumi unutilmaydi. Tugidi. Mayada xalqi orasiga deganda bir izohat borki, uni o'qib beray.
xalqi arasıga degende öz vasiyetiga asasen şairning jasdi Ulanbay inqilobiy qurbonlar qabristonligiga emas, xalq qabristonligiga qo'yilgan. Ma'qul amsa bugungi kitap o'qishimiz mushunchalik bo'lsin. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik.